Zilolgilar yushovchilar bugun Bahrindagi bir fayziy xonadonimizga mebellarni yuvib bergan keldik. Mana bu mebelni qaranglar. Qop-qora chang. Chang, to'pollar yopishib qolgan. Mijozimiz aytishi bo'yicha bu yerda yashashmagan anchadan beri mebelni usti ochiq qolgan. Unga changlar, to'pollar yopishib, bunaqa qop-qora bo'lib qolgan. Hozir biz buni yuvib, do'posisini ko'rsatamiz, qanchalik o'zgarganligini. O'zlaring baholab ketinglar kommentariyada 1 dan 5 gacha. Kimga shunaqa yuvish xizmatlari kerak bo'lsa, 70 213 ga bemalol murojaat qilaverasizlar. Chiroyli qilib yuvib beramiz. Mana mebellar yuvib bo'ldi, o'zing ko'rishingiz mumkin. Qanchalik darajada o'zgarganligini, qora dog'lardan, qora changlardan asar ham qolmagan. Kimga shunaqa yuvish xizmatlari kerak bo'lsa, 70 213 ga bemalol murojaat qilaverasizlar, operatorlarimiz to'liq ma'lumot berishadi.